Jo Dispenza'ning O'zingni o'zing ishontir kitobiga savollar. Ong tanani davolay oladimi? Ha, isbotlangan. Ongdagi ishonch tanani davolovchi kimyoviy moddalarni faollashtiradi. Tasavvur orqali tanangizni sog'lom deb qabul qilish ichki dorixonani ishga tushiradi. Miya tanadagi har bir hujayraga ishonch orqali shifo boshlansin degan signalni yuboradi. Nega o'tmish meni ushlab turibdi? O'tmish hislari tanangizda kimyoviy darajada tirik. Har safar ularni eslasangiz, tanangiz shu azob menga kerak deb o'ylaydi. Shuning uchun kechirim va qo'yib yuborish bu shifo emas, energiyani ozod qilishdir. O'tmishni ortda qoldirsangiz, qalbingizda bo'shliq paydo bo'ladi. U yerga ilhom kirib keladi. Miyam o'zgara oladimi? Ha, miya doim o'zgaradi. Har safar yangi fikr tanlasangiz, yangi asab bo'g'imlari paydo bo'ladi. Bu neyroplastika deyiladi. Har kuni tanlangan harakatlaringiz miyangizni real shaklda o'zgartiradi. Eski odatlardan chiqish og'riqli, lekin bu og'riq yangi siz tug'ilayotganining belgisi. Men hissiyotlarga qarammanmi? Tanangiz sizni doimiy xavotir yoki g'azabga o'rgatgan bo'lishi mumkin. Bu gormonlarga qaramlik shakli. Ammo siz endi yangi holat, minnatdorchilik, kechirim, tinchlikni tanlasangiz, tanangiz ham o'rganadi. Tanangiz sizga xizmat qilish uchun siz ongingiz orqali unga yangi yo'l ko'rsatishingiz kerak. Tasavvur tanani o'zgartiradimi? Ha, miya real hayotni va kuchli tasavvurni ajrata olmaydi. Jonli tasavvur paytida tanangiz haqiqiy holatga reaksiya beradi. Shuning uchun o'zingizni sog'lom, baxtli holatda tasavvur qiling. Tanangiz bu holatga moslashadi. Fikrlar fizikaga aylanadi. Tasavvur esa davolovchi kuchga. Qanday qilib minnatdorlik tanani davolaydi? Minnatdorchilik bu ichki quvvat manbai. U stress gormonlarini kamaytiradi. Yurak ritmini me'yorlashtiradi. O'zingizga tinmay takrorlang. Men tirikman, shunisiga shukr. Shu oddiy shukronalik ham tanada katta o'zgarish yasaydi. Minnatdorchilik bu tanangizga men xavfsizman degan signal. O'zgarish qo'rqinchli. Eski menni qanday tashlab yangi bo'laman? Eski menni qo'yib yuborish ichki o'lim. Ammo bu kapalak tug'ilishdan oldingi g'umbak. Siz odatlaringiz emassiz. Siz hikoyalaringiz emassiz. Siz o'zgarishga qodir ongli mavjudotsiz. Yangi men sizni kutyapti. Faqat siz unga joy berishingiz kerak. Haqiqatdan ham ong reallikka ta'sir qiladimi? Ha, ong holati kvant darajada ehtimollikni tanlaydi. Ichki holatingiz tashqi hayotni belgilaydi. Siz atrof muhit mahsuli emassiz. Siz uning dizaynerisiz. Har bir fikr yangi voqelikning urug'i. O'zingizni o'zgartirsangiz, olamingiz ham o'zgaradi.